Bular ham endi kelmaydi shekilli. Keladi aka. Ha, soat necha bo'ldi, Davron? Ja, bitta gapda turadi deb turadinglar. Iya, ana. Aytdimi kelsa? Hayrat. Endi g'iybat qilib turdik sizlarni. Assalomu alaykum. Bular ham endi bu katta kompaniya yolg'on gapirmasa kerak deb turdim. Aytilgan vaqtda kelamiz. Juda vaqt, eng asosiysi vaqt, o'rtoqlar. Sizlarda ishinglarda ham, bizning ishimiz sohada ham vaqt 3:00 deyildim, 3:00 ga men qoyil qoldim. Sizlarning vaqtingiz biz uchun rosa ham qadrli. Juda ham yaxshi. Sizlarning vaqtingizni olmasak, biz ham vaqtimizga baraka kiradi. Bu YouTube'dagi birinchi faoliyatimiz mana Jamshid akani Xudo xolisa obyektlar bilan boshladik. Inshaalloh barakali bo'lsin, hammamizga ham manfaatli bo'lsin. Akamizdan hozir mana shu joylarini tegishli ma'lumotlarini olib, o'lchamlarini olib, YouTube platformamizga batafsil qo'yib boramiz. Aziz obunachilar, sizlar ham kuzatib borsanglar, bizni qo'llab-quvvatlasanglar, har bitta jarayonni shu yerda yoritib ketamiz. Qaysi material necha pul bo'lyapti, qayerga qancha narsa qo'ydik, nima ma'lumotlarni hammasini batafsil berib boramiz. Jamshid akamiz bilan birga. Albatta, birinchi obyekti, birinchi nimalari, syomka jarayonlari va birinchi sinovi mendan boshlanyapti, adashmasam. YouTube'da o'zida, ya'ni oyog'im yengil. Agar qiz bola bo'lganimda, rosa yengil bo'lardi hamma narsa. Demoqchimanki, Minaretdamiz YouTube kanalida kuzatib borasizlar, bu yoqga kafil kaminani o'zlari. Salomat bo'lsinlar. Ikkilanchi holatlar ko'p. Sizda odamni ikkilantiradigan joylar ko'p. Men buni bunaqa qilsammikin, mana aytini bunaqa qilsammikin. Spannini bu yoqqa cho'zsam, oshxonam bu yoqqa. Mana shunaqa fikrlarni ham sizni boshingizni og'ritmaysiz. Minaretga berasiz, uyingizni ko'rsatib, mana oddiy misol, mana shu to'rtburchak uy. Men bittasini mana shu yerda bitta oilaga, ikki kishiga yashaydigan xonadon qilmoqchiman. Ya'ni xuddi men Toshkentga yangi kelganimda shunaqa uy kerak bo'lardi. Biz paytimizda aytayapman, unaqa kvartiraga berdi degani narsa bor degani emas edi. Pusto uyga hali katagilamni olib kelib solardim. O'sha o'zimiz narsalar olib kelib, o'sha ko'chmagandek bo'lib turib olardik. Mana hozir xuddi shunaqa oilaga bitta kiyinib yechinadigan spalni отдельно va общий холл. Gazi, nimasi, televizor ko'radigan, shu общий xollda yotadigan spalni alohida bo'lsin. Ikki xona. Bitta xona, ikki xona deganda ham qanaqa? Bitta xona oshxona отдельно emas, общий. Shunaqa, barni, bir qanaqadir bir bunday oshxonaga borganda bunday barni o'zida bilmayman endi u yog'ini. Bitta video bor, ko'rsatib beramiz. Mayli. Kundalik ovqat qilishlar hidi tutadi. Endi o'shalarni ham qiladi. O'rtadigan qilib qolasizda, Mana buni ko'ring. Endi vitishga degan narsalar bor Davronjon. Birinchi etaj oyna ochiladi, kiyimlar. Mana общий холл. Mana televizorlari bor. Mana shu yerda oshxona ham bor. Mana shu shet ekan mana shu. Mana Nobodada gastinniy bo'lyapti-da, mana gastinniy. Endi biz bu yerda mana shu gaz shumi? Biz masalan bu yerda sumalak qilmaymiz. Qozon kopni o'sha ko'chadan yebki. Bu yerda bitta sho'rva tashab qo'yasan yoki bir isitmoqchi bo'lasiz. Duxovka bor, anaqa. Masalan, endi shunaqaga yashash, chunki endi haliga bunaqa uyda yashamoqchi bo'lsangiz ovqat qilmaysiz. Sharoitingizga qarab, mana vanna tualetlar qarang, отдельныйligini tabriklayman. Shunga ko'chib olavering, buni olaveringlar. Shuni endi biz xalqimizga xizmat qiladigan joy qilaylik deb, bunaqa joy qilyapmiz. Haliga ichida hamma narsasi bor. O'zi bino bor bino, lekin rekonstruksiya qilyapti. Temir, tersak, bunaqa armatura bino bor, binoni ustini nima deydim? Yengil rekonstruksiya qilinadi. Mana ichida turetskiy, o'ylayman, baliqchiga turetskiy kafelar ochsangiz qanaqa maza qiladi. Hozir bizning qishloqlarimiz, ya'ni rayonlarimiz qarordan keyin bo'layotgan shunaqa. GChP, davlat xususiy sherikchilikka. Siz bilan men rayonimda, ya'ni o'sha rayonlarimizda
o'sha holatga yetib keldi. Ya'ni qaysi holat siz? Bizda ozgina andisha bor, uyda ovqat qilib bo'lardi. Hozir o'sha tumanimiz ham keldi. Aya, dada, kelin ovqat qilmanglar, ketdik ko'chaga olib chiqamiz. Ga yetib keldik o'sha. Qishloqlar ham yetib keldi bunga. Endi biz o'sha holatni biz qilmasak rayonga, u rayonda o'zidagi yashayotgan odam unga haligi ahamiyat bermaydi. Sababi uni o'zini ishi bor, o'zini nimasi bor. Ular o'zini fikrida o'ylab shashlikxona qiladi. O'zini fikrida o'ylab uyga olib kirib keta qoling. Yo'q, to'xta. Odam dam oladigan joy qilishimiz kerak, o'tiradigan. Mayli bir dona choy ichib, oldin yoqtirmasdi kafega kelganda, aka ovqatlamasangiz chiqib keting, choy ichib. Choy, quruq choy ichib o'tiraversin. Pul berma shart emas. Ha, choy ichib o'tiraversin, bunaqa bardak choylar. Bo'ldi, o'sha 21-asrda yuribmiz. Bizning O'zbekistonimiz ham bu faqat Toshkent bo'lsin emas u. Baliqchi ham bo'lsin, Beshariq ham bo'lsin. Qashqadaryoda Chiyali qishloqlarida turetskiy yoki современный joylar ochilsin. Uni kim qiladi? Minaret, mana shunga o'xshagan loyihachilar qiladi. Uni masalan hokimning ishi emas u. Hokimlik qismi u, sizlarga joy qismi u. Arxitektor emas. O'rtoqlar, shu narsani rivojlantirishimiz kerakki, biz ishonaylik. Birinchi o'rinda ishonch. Birinchi o'rinda ishonch va mana shunaqangi salohiyati bor, Koreyalarda, Yevropalarda ishlab kelgan, o'qib kelgan, tajriba orttirgan yigitlarga biz ishonaylik. Bu dunyo hammadan qolib ketadi. O'sha ota-onamizni, o'sha onamizni bo'ldi ko'chaga olib chiqib ovqatlantiradigan sharoitga keldik o'sha. Bo'ldi. 5-10 so'm cho'ntagimizda bor, o'sha oilamizga ishlatamiz. Men ham xuddi shundan kelib chiqqan holda shu uyimizni men chiroyli bitta oila yashaydigan uy qilmoqchiman, yonini ofis qilmoqchiman. Hech narsaga aralashmayman o'rtoqlar. Faqat o'zingizlar qilaverasizlar. Menga yoqishi ikkinchi masala. Chunki men uni bo'ynimga olib beryapman. Yo'q, yoqtiramiz xudo xolasa. Bo'ladi. Chunki inson psixologiyasi bir xil. Nina menga tiqsam sizga ham bir xil og'riydi. Ko'z ham shunaqa, fikr ham shunaqa. Yoqqan odam yoqadi-da, hammaga yoqadi. Bemaza ovqatni men yetdi, davron zo'robdi desam, aka sizni bilmayman, menga zo'robdi deya olmaysiz, chunki sizda ham vkusingiz shunaqa. Kimga kerak shag'al olibki, qum olibki, xo'p bitta prorab ham qo'yib qo'ydik deylik. Prorab qo'ydi deyildi degani uyingizni bitirib berdi degani emas ekan. Men adashgan ekanman. Chunki men ko'ryapman, zo'r prorablar zo'r ishlayapti. Endi prorabni ham prorabi bor-da. Mana berasiz bo'ldi. Men o'ylashim bo'yicha bizani hozirgi boshlagan ishimizda mebellarni ham o'zingizlar qo'yasizlar, o'zingizlar qilib berasizlar. Qolganini keyin gaplashaveramiz. Otvorarmidi, nech pul bo'lardi? O'zingiz yashaydigan uyga bir qism xarajat qilasizda, o'rtoq.